bu hayotda juda ko'p gapiramiz. Juda ko'p yuguramiz. Juda ko'p narsalarga erishmoqchimiz. Ammo kamdan kam holatlarda to'xtab o'zimizdan so'raymiz. Qalbim tinchmi? Ruhim to'qmi? Men aslida nimani qidiryapman? Inson tanasi ovqatsiz yashay olmaydi, ammo qalb ham ovqatsiz yashay olmaydi. Qalbning ovqati zikr. Qalbning tinchligi Alloh bilan. Va mana yaqinda Ramazon kirib keladi. Bu oy tasodifan kelmaydi. Bu oy Allohning bandalariga bergan chaqiruvi. Ey banda, to'xta. Ey banda, shoshma. Ey banda, menga qayt. Ramazon bu jazolash emas. Ramazon bu mehr. Ramazon bu rahmat. Ramazon bu qalbni tozalash uchun berilgan imkoniyat. Ko'pchilik ro'zani faqat ochlik deb o'ylaydi. Ammo ro'za bundan ancha chuqurroq. Ro'za nafsga yo'q deyishni o'rgatadi. Ro'za har xohlaganini qilmaslikni o'rgatadi. Ro'za sabrni o'rgatadi. Och bo'lganingda jahlingni yutishni o'rganasan. Tilingni ehtiyot qilasan. Qalbingni tekshira boshlaysan. Ro'za seni kuchsiz qilmaydi. Ro'za seni kuchli qiladi. Chunki o'zi yenga olgan inson eng kuchli insondir. Ochlik bizni boshqalardan yaqinlashtiradi. Burada nonni qadrsizligini his qilamiz. Bir tomchi suvni qadrini bilamiz. Shunda tushunamiz, har kuni och yurganlar bor. Har kuni duo qilib uxlayotganlar bor. Ro'za qalbni yumshatadi. Qattiq qalbni sindiradi, rahm shafqatni uyg'otadi. Islom bu faqat tashqi amallar emas. Islom ichki tinchlik, Islom adolat, Islom insonni inson qiladigan yo'l. Agar hayotingda ma'no yetishmayotgan bo'lsa, agar yuraging bezovta bo'lsa, bilginki sen yolg'iz emassan. Alloh seni ko'rib turibdi. Alloh seni eshitib turibdi. Alloh seni chaqiryapti. Ey inson, inson eng balandda bo'lganda emas, eng pastda egilganda ulug' bo'ladi. Sajda inson Allohga eng yaqin qiladigan joy. U yerda niqoblar yo'q, u yerda yolg'on yo'q, faqat sen va sening Parvardigoring. Hech kim mukammal emas. Hammamiz xato qilamiz. Ammo eng katta xato qaytmaslik. Ramazon qaytish uchun berilgan oy. Kecha qanday bo'lganing muhim emas. Qancha uzoqlashganing muhim emas. Bugun qalbing bilan qayerga qarayotganing muhim. Bir oila dasturxonda, bir oila atrofida dasturxonda o'tirish. Iftor faqat ovqat emas, bu shukr, bu duo, bu birlik. Birga ochilgan ro'za qalblarni birlashtiradi. Agar hali ro'za tutmagan bo'lsang, bugun niyat qil. Agar ibodatdan uzoqlashgan bo'lsang, bugun niyat qil. Allohning rahmati yaqin. Allohning eshiklari ochiq. Ramazon bu imkoniyat. Uni qo'ldan boy berma.